Shovotdan bo'la turib, aynan Shovot tumanining o'zida o'zingizga biznesingiz uchun zo'r bir mesalarini qidirib yurgan bo'lsangiz, yo bir katta ish qilaman desangiz, yo kichkina ish qilaman desangiz, lekin sizga joy kerak bo'lsa, demak hozirgi videomizda siz oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ayni vaqtda men Shovot tuman markazidaman. Shovot tumanining markazida sizlar uchun tayyor biznes uchun zo'r sharoit sizlarga ko'rsataman. Ketdik. Hozir mana Do'rimda Qizil maydon joylashgan. Qizil maydonning yonida IT markazi, avval pochta bo'lar edi. Unda Oryamdasi Uztelekomning ofisi joylashgan. Yana bu ko'cha esa Xalq bankining ko'chasi desak, juda yaxshi bilamiz. Bu orqamda turgan zdaniya avval 40 yillik больница deb aytilar edi. Hozir ASM, ya'ni ayollar sog'lomlashtirish markazi deb aytilar ekan. Bu yerni katta bo'lasizmi, kichik bo'lasizmi, yo tadbirkor bo'lasizmi, tadbirkorchilikni endi boshlajakmiz, yo bo'lmasa chet el Rossiyaga ketmay turib shu yerda o'z ishimni boshlayman deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ina shu zdaniyani to'liq hammasini o'zingiz olib foydalansangiz bo'laveradi, yo bo'lmasa alohida xonalarni olib o'z biznesingizni rivojlantirsangiz bo'laveradi. Asa ichkarida nima bo'ladi, bir chetdan ko'rib chiqamiz. Ketdik. Mana bu girish qismidan alohida biznes uchun foydalansa bo'ladi ekan. Masalan, bu yerda kichik bir do'kon qilsangizlar bo'laveradi. Mana bu kutish qismi ekan. Shu yerda kutib o'tirish uchun sharoit yaratilgan ekan. Hozir men turgan yerimiz 1-etaj hisoblanadi. Xolosangiz 2-etajdan ham xuddi shunday xonalar bor. 1-etajdan ham to'la to'kis hamma xonasi ijaraga beriladi. Bu yerda nima qilsa bo'ladi. Ya'ni siz sartaroshxona ochishingiz mumkin, go'zallik saloni ochishingiz mumkin bo'ladi. Ayollar uchun fitness, o'quv markazlari qilsangizlar bo'laveradi. Xullas, liboy bir ishni qilaman desangizlar, bu yerdan foydalansangizlar bo'laveradi. Janglar bir chetdan ko'rib chiqamiz. Shunday xonalar bor ekan, yana sharoitlar yaratilgan, kursilar qo'yilgan, stollar qo'yilgan, minbarlar qo'yilgan, majlislarni qilsangizlar bo'laveradi ekan. Obed vaqtida kuxnalar ham bor ekan. O'zingizning obedingizni o'zingiz tayyorlab yeyishingiz mumkin bo'ladi ekan. O'rtoqlar, bu yerda xonalarimiz dim ko'p. Har bir xonamizga alohida e'tibor qaratilgan, eng zamonaviy tipda remont qilingan. Bizlar esa hozir 2-etajga chiqib ko'rsatamiz. Qani ketik. 2-etajimiz ayollar va mastxonalar bor ekan. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Genglar. Ino bu yerda ayollarimiz uchun fitness xonasi bo'ladi ekan bu yerda. Xolasangizlar bu yerni ham ijaraga beradi ekan. Endi imoni ko'ringlar sizlar. Inovi raqs uchun xona ekan. Ayollar uchun gimnastikami yo bo'lmasa va raqs to'garaklarni bu yerda tashkil qilsangizlar bo'ladi ekan. Xullas obunachilar, agar u zariyamiz sizni qiziq turadigan bo'lsa, o'sha pastda telefon nomerlari bo'ladi. Hozir shoshilib qolinglar, liboy biznesga aloqador bo'lgan xonalarni bu yerdan topsangizlar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ina shu videoni kimda-kim Shovotda o'z ishini rivojlantiraman, o'z biznesimni rivojlantiraman degan yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar.